Rahmat bolam, menga moshim berding. Senga farzandlaringdan qaytsin. Hamma ota-onalarga shunaqa moshimlar nasib qilsin. Allohu akbar. Rahmat bolam. Hadi o'g'il. Yaxshi. Ha qo'shni. Nima qilyapsan, Alijon? Nima qilyapsanlar? Ha o'g'lim moshim podarka qilyapti. Ko'ryaman, shuni imijimida topshirsa bo'lardi. Hammaga ko'z-ko'z qilib masxarabozlik qilish shart emas edi. Endi Ya bu ko'ra olmaslikdan emas, seni yaxshi ko'raman bilasan. Hozir o'g'lingni mana shuncha dahmaza qilishga sharoit yetar, lekin endi qurbati yetmaydigan qo'shnilar bor. Ularga jabr qilib qo'ymayapmizmi? Agar menga o'g'lim shunaqa qilsa, betiga qaramayman, suf sanga deb yuboraman. Sani bergan tarbiyangga. Mana uni chali. Endi nevaram uxlayapti, tushuntiran unga. o'chir. Olib kiraman narsani. Onajonimga umra ziyoratiga yo'llanma. Majnuntol. Qara bor. Mana Turg'un aka. Purchoskani qara, palmaga o'xshaydi. Obro' oldingizda o'zicha hammaga ko'z-ko'z qilib, ha? Majnuntol, ziyoratga borayotgan hammaga aytilmaydi. O'zing bilsang bo'ldiydi. Hammani ham o'g'lim bunday qilib topshira olmaydi. Shag'iga palma kallang ishlamadimi? Agar menga o'g'illarim shunday qilib topshirsa, o'g'lim kerak emas. O'zim bilsam bo'ldi, tomoshalar kerak emas derdim. Onajonimni xursand qilding. Onang, zo'r qilibsan. Bugun davlatim otamga 2 xonali uy sovg'a qilmoqchiman. Oching. Onajon. Kalam. Assalomu alaykum aka. Nima bo'lyapsanlarga, ha? 21-asr yoshlar nima? Hamma narsani ko'z-ko'z qilib berasanlar. Endi otam xursand bo'lsin. Otangni og'ziga oshpalov. Qayerdan olding uyni? Tavrabbi yangi O'zbekiston massivida remonti bor, kadastri tayyor. Shundoq kirib yashaydigan uy oldim. Buyurmasin, buyursin. Lekin qara, seni videoyini ko'rib, ana puli yo'q bechoralar ko'rsa nima qilishadi? Oson ular ham. Qaysi puliga oladi bu? Boshlang'ich 25-30% pulini to'laydi. Yetmagan pulini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lab yuradi, amaki. Baribir noto'g'ri qilyapsan-da, uka. Nima qilaylik, amaki? Qisib ber, otang uxlaganda oldiga sekin olib borib ber. Hammaga tomosha ko'rsatishing shart emas. Otajon, sizga velik sovg'a qilmoqchiman. Endi piyoda yurmaysiz. Enangni yerga shunday qilib oddiy qilib topshirasan, xo'p? Qanday qilib topshiray, otajon? Qani afarmileniya, qani bantik, qani odamlar ko'z-ko'z qilish uchun. Nimaga Instagramga qo'ymayapsan sen? Siz unday narsalarni xohlamaysiz deb o'ylabman. Kim xohlamaydi? Hamma ota xohlaydi. Prosta ko'ra olmasligimdan gapirdim ularga. Axir unday qilsam odamlar nima deydi, otajon? Odamlar nima deydi? Odamlar nima deydi? Odamlar bilan nima ishim bor? Odamlar menga nima berdi? Odam tushmas qor bo'ling dada.